7-yil qilgan priyomim endi deyapti. Menga o'zim so'rab olaman. Qariyoq yaxshimi? Ha. Ketdingmi? Qanisan? Qani? Bundan ortishdimi? Ber asal ekan 300 so'm so'rayapman mardlikka. Bitta o'g'il bolachilikka naqd shunday olib borib tushirib berasan. O'shancha keldi, mashinangni ham olib qo'ydim. Ma'lum mashinang. Bitta mardlik qil, zo'r qo'yda qilyapsan. 700 so'm solasizmi? Menga qara. Ey o'g'il bola. Menga qara, yo'q narsani so'rama. Bugun. Ey odamni menga qara, shuncha qadring yetdim-ta jonika. Ey Ke, qani bundan ortiq yana nima qilsin jonika? 700 so'm bo'lyapti. Ber, bitta aka-ukalik qil, shuncha narsangda 200 so'mga qadrim yetmaydimanmi? Bir marta ber jonika. Bo'ldi, 200 so'm o'tib bersan Akmal aka. Ber. Ber. Menga qara, 14 mingga men bir so'm. 14 mingga sotdingmi? Ha? At! Tavsiya. Bering 14 ming so'mga. Qaysi betda terpiylar bor-da, men olaman, men olaman deb bunday qilib yurgan bor. Birovga bozorga solganim yo'q aka. O'zini Hamma yo'q bilaman buni. Bering 14 ming so'mga. Endi unni oshig'iga qanaqa qo'shar ko'tarmayapti. Oyog'imni ham paylab yurishadi betda meni. Bermayapti-yu, ber, mendan bir marta ukalik qil.